Rahmat, charchamayapsiz, suyingiz xolos. Rahmat. Nimaga? Ha? Nimaga? Hujjatlar joyida. Nimaga? Siz ham savolni noto'g'ri beryapsiz. Nimaga to'xtatdingiz? Men to'xtatdim, yo'l harakati qoidasi 9-bandimiz buzilyapti. Ha, xavfsizlik kamaridan foydalanmayapti. Xo'p. Hujjatlar joyida. Shu sababdan to'xtatyapsizmi? Ha. Xizmat guvohnoma bormi? Bor. Ko'rsating. Odiljon Miljon o'g'li, batalyon YPX mashg'uloti inspektori. Amal qilish muddatini ko'rsatib boring. Kim 30-yil serjant. Xo'p, to'xtatishga sabab 9-bandi. 9-band aka. Harakat davomida xavfsizlik kamaridan foydalanmay kelyapsiz. Hujjatlaringiz joyidami, qarzdorlar yo'qmi? Yo'q bo'lsa kerak mana. O'zi kamerasi ishlayaptimi? Nimaga ogohlantirmayapsiz? Ha? Nimaga ogohlantirmayapsiz? Ogohlantiryapti. Ha. Bu kamera ikkalamiz o'rtamizda muloqotga yozadi aka. Xo'p. Nima qilish kerak? Noqonuniy harakat qilyapmanmi? Noqonuniy qilyapsiz. 975-sonli qaroriga amal qilasizmi? Bo'ysunasizmi? Ha? 14-bandini o'qiganmisiz? Hammasini o'qiganmiz. Ha, nima bo'lmasa amalda bajarmayapsiz. 14-bandida ikkalamiz o'rtamizda muloqot yozadi aka. Xo'p. Mashina kimmi? Zaministami? Aha. Zaministga o'tibdi aka. Yaxshilab qarangchi, yangi qilinganimi? Yangi qilinganini qarang. Ba'zida ishlamayapti, shekilli chiqmayapti. Yaxshi, agar sizda chiqmayotgan bo'lsa hech qanday e'tiroz yo'q. Mashinani jarima maydoniga joylashtirishingiz mumkin. Aka, amaldagi yo'l harakati qoidasi yangi tahrirda yozib qo'yilganda, inspektorda planshetidan onlayn tarzda chiqmasa, aslini taqdim qilish shartdir aka. Qaysimda yozib qo'ygan? Yo'l harakati qoidasida ham yozib qo'yilgan. Nechinchi bandida? 7-bandida yozib qo'yilgan. 7-bandida yozib qo'yganmi? 170 da ham yozilgan. 173 emas, 172 deyiladi. 172 da. 73-chi qaror yo'q. Yo'l harakati qoidasiga umuman taalluqli joyi yo'q uni. Serjant, Sizda bormi? nima bormi? Yangi qilingan bu. 734-sonli qonun bor, bilasizmi? Hop, Bo'ldi. Siz o'zingizga yeb ko'rgan narsani qiling. bo'ldi aka. Mashinani vaqti jarimadan chas qo'yib Bemalol. Telefon nomeringiz 91 560 60 60. 560 60 60. Nima bo'ldi hozir? Qoidabuzarlik bo'yicha bo'ldi. 9-bandmi? Ha? 9-bandmi? 9-band? Ha. 9-band? Darinsiz yo'qmi aka? Hozir siz shuni menga tushuntirmayapsiz, nima tushuntirmayapsiz? Mana. Yo'q, menga uni ko'rsatmang, siz menga tushuncha bering, nima bo'layotganini. Biz bo'yicha bo'ldi. Aytdimmi? Qoidabuzarligim nima? Qoidabuzarligi nima? Ha. Qoidabuzarligi yo'l harakati qoidasining 9-bandi birinchisi aka. Xo'p, qoidabuzarlik u. Ha. Xo'p. Ikkinchisi darinsiz o'tib ketgan aka, 7-band aka. Ha. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 135-moddasi bor. Ikkinchi qismi bo'lyapti. Aha. Demak, Yaxshi. shu bo'yicha mashinangizni jarimaga qo'yib qo'yamiz. Xo'p. Shunda minib olib kiraverasizmi? Xohlasangiz minib olib kiraman aka. Xohlasangiz Aha. vakolatlar. Yaxshi. Minib olib kirib qo'yaverasizmi yoki o'tiring yonimga, men o'zim minib olib kiraman. Bos. Mana, mana, bosing.
Chiqaverasizmi yonimga? Nima? Chiqaverasizmi yonimga, meva olasizmi? O'zim bilaman. Hozir mana 294-modda bilan tanishtirmayapti xodim. Huquq va majburiyatlarimiz bor. Qarang ko'ramiz nima qilar ekan. İsmingizni nima dedingiz? Odiljon aka, mana qaysi yo'l harakat qoidasini buzganim uchun to'xtatdingiz hozir? 9-bandmi? 9mi? Nima bo'yicha taqmayapsiz? Bilmayman, nimani taqish kerak bilmayman, bilmaysizmi siz? Sizga hamma yo'lni o'rgatib turish kerakmi? Nima ochiqcha gap bo'ladimi? 9-bandini, ha? Xizmatdaman. Nima qilay? Nima qilay? Xizmatingizga qarab qilyapman. Siz nimaga yo'l harakat qoidasini to'xtatib? Xizmatimda e'tiroz bormi ekan? Hech e'tiroz yo'q. Siz nimaga 9-bandini bajarmayapsiz? Qarangda, ismingiz nima edi? Muhriddin. Muhriddin aka, xizmatimda e'tiroz bo'lsa aka, bizdan yuqori turib siz nimaga 9-bandni? 9-bandni nimaga bajarmayapsiz? 9-bandni. Hop 9-bandni nimaga bajarmayapsiz o'zingiz? Siz o'zingiz hozir menga o'rnak bo'lishni o'rniga. Meni qilgan ishimdan e'tiroz bo'lsa, bizdan yuqori turuvchi organga aka 15 kun ichida yozma tarzda murojaat qilishingiz mumkin ekan. Ha. Hop. Shunaqa xodimlarimiz ham borda, o'zlari yo'l harakat qoidasini tushunishmaydi, haydovchilardan talab qilishadi. Mana jarima maydonida ahvoli. Hech qanday bir 149-sonli qarorlarga hech qanday bir talablarga javob bermaydigan jarima maydon. Bizda transportimiz jarima maydoniga qo'yilsa, biz undan hech qachon jahlimiz chiqmaydi. Просто bizda xodimlar noqonuniy ishlashi uchun biz g'ashimiz keladi. Siz o'zingiz yo'l harakat qoidasini bilmaysiz-ku, siz birovdan talab qilishga umuman haqqingiz yo'q-da, bilasizmi? Ha, siz o'zingiz amal qilmaysiz-ku o'sha narsalarga. Конечно, e'tiroz bor. Sizlarga demak bo'ldi. Hech qanday gap so'z yo'q aka.